Biz yegan ko'ksini tayyorlanish jarayoni: ko'ksi xamiri, oding, tuxum, 4 ta tuxumni chaqib, shunaqa atalab olish kerak ekan. Biz uyda tayyorlaganimiz uchun o'zimiz yeydigan narsalarni qo'shdik. Koreyada mevalar uchun shunaqa gel bor ekan. Har doim meva yeyishimizdan oldin shu gelda yuvib, ustini archib, keyin iste'mol qilamiz. Xuddi shunaqa piyozni ham e'tibor bergan bo'lsanglar, o'sha gelda yuvib, ustini archib, keyin to'g'radilar. Odingni shunaqa yeyishga udobniy bo'lishi uchun uzunchoq qilib kesib oldik. Endi esa qaynonam tayyorlab berib yuborgan kimchi, bu ovqatga solish uchun mayda qilib to'g'radilar. O'zimiz yeyishimizga kattaroq qilib to'g'rab idishga solib qo'ydilar. Sababi katta idishni xolodilnikdan olib solish noqulay, shu sababdan kichkina idishga tayyorlab qo'yamiz. Kimchini suvini siqaman deb hamma joyga suvini sachratib yubordilar. Ko'rib turganingizda men uni tozalash bilan ovoraman. Maydalangan hamma mahsulotlarni va maydalangan chesnokni solib ovqatimizni davom etamiz. Orada ko'ksi xamiri uchun suv qo'yib, ovqatimizga tuz, qaynagan suvni qo'yib, ovqatimizni qaynatishga qo'yamiz. Hali qaynab chiqmasidan balg'li sos, mol go'shtili va soyani solib tuzini ko'ramiz. Agar tuzi pastroq bo'lsa, Xitoy tuzidan solsanglar bo'lar ekan. Ovqatimiz qaynab chiqqandan keyin tuxumimizni solamiz va orada ko'ksi xamirlarini qaynatib olamiz. Koreyada ko'ksi turlari juda ko'p ekan. Ulardan keran ko'ksi, xalme ko'ksi, chanji ko'ksi, bibin ko'ksi, xullas issiq ko'ksidan muzli ko'ksigacha bor ekan. Biz tayyorlaganimiz issiq ko'ksi. Ovqatimiz ham tayyor bo'ldi. Xamiri ustiga tayyorlagan sho'rvamiz va kimchi bilan kim soldik. Ovqatimiz mana shu ko'rinishda. Ujinga kelinglar.